Biz endi oldin liklar tushib turishi kerak, kontentlar o'z vaqtida chiqib turishi kerak, storieslar o'z vaqtida chiqib turishi kerak degan rejaga asosan ishlardik. O'sha boshida biz sotuvimiz yaxshi bo'lyapti deb yurgan joyimizda ham 2% gina konversiya yurgan ekan. Taxminan bir 6000 tacha litimiz muzlab yotganini ko'rdik. No, asosiy 80% dan yuqori, balki 90% ga yaqin liklar hammasi sifatli. Ruschasiga aytgan neserьезный organizatsiya deydi. Ya'ni 40% qo'shni davlatlarda, ya'ni Qozog'iston, Tojikiston, oddiy qilib aytganda jang ketadi-da. Hamma o'zini yo'nalishini himoya qiladi. Juda ham tez komanda bilan ishladinglar. Bunga kattakon rahmat deymiz. Assalomu alaykum. Biz hozir Braf akademiyasi direktori Azimat akaning yonlaridamiz. Azimat aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xush ko'rdik. Azimat aka, hozir bu yerda bizning yig'ilishimizdan maqsad asosiysi o'sha jiddiy labs xizmatlardan foydalandinglar. Braf akademiyasi va umumiy sizlarni feedback deymiz-ku, otsiflar bizning ishimizga bo'lgan o'shalarni so'rash uchun keldik. O'zimman boshidan boshlaydigan bo'lsak aka, qanaqa bir xulosalar bor? Xulosaga keladigan bo'lsak, Nuradi, biz shu kungacha juda ham ko'p SMM jamoalar bilan ishladik. Bu ya'ni har xil yo'nalishda. Keyin shuni bildikki, baribir SMM jamoani yonlashdan oldin yoki birga ishlashdan oldin ularni eski qilgan ishlariga va nima ishlar bajarganiga juda ham katta e'tibor berish kerak ekan. Masalan, bizniki mebel yo'nalishi bo'lsa ham baribir ta'lim sohasida bo'lgani uchun SMM jamoani ham oldingi qilgan ishlari ta'lim yo'nalishida bo'lganmi? Qaysidir ta'lim dargohini gullab yashnashiga o'z hissasini qo'shganmi, yo'qmi? O'sha narsaga ham juda ham katta e'tibor berish kerak ekan. O'sha ta'sischimiz tomonidan berilgan ko'rsatmaga asosan imенно ta'lim yo'nalishida ish faoliyat yurg'izgan SMM jamoalarini topish bo'yicha ko'rsatma tushdi va shu bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda qidirdik. Bir qancha jamoalar chiqishdi. U jamoalardan shu sizlarni tanlashga qaror qabul qildik, lekin baribir oldingi ishlarni qilib ketgan yoki oldingi emas, endi faoliyat yuritib borayotgan biznes egalaridan baribir so'radik va ular yaxshi otziv berishdi va sizlar bilan ishladik. Azimat aka, to'g'ri aytdingiz. O'zi umuman agentlik tanlayotganda o'sha biznes egalari e'tibor berish kerak bo'lgan bir qancha jihatlar bor. O'shalardan bittasi avvalgi qilingan ishlar. Chunki baribir tajriba gapiradi-da. Agar keyslar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qaysidir biznes A nuqtadan B nuqtaga olib kelishda bir xizmat ko'rsatgan bo'lsa, katta ehtimol bilan u, misol uchun, yangi hamkor bilan ham yaxshi natija qilish mumkin. Endi biz Braf akademiyasi bilan nafaqat SMM, balki performance marketing bo'yicha ham hamkorlik qilib kelyapmiz. Aynan o'sha performance qismi haqida fikrlaringiz qanaqa? O'sha endi sizlarda hozir sotuvi baribir yaxshi bo'lish uchun sizlarga potensial mijozlar kerak bo'ladi. Aynan o'sha potensial mijozlarni bizning agentlik ta'minlashda bir xizmat ko'rsatdi. Shu jarayon haqida fikrlaringiz qanaqa? Biz endi oldin liklar tushib turishi kerak, kontentlar o'z vaqtida chiqib turishi kerak, storieslar o'z vaqtida chiqib turishi kerak degan rejaga asosan ishlardik. Keyinchalik o'sha o'z ustimizda ishladik-da. Performansga asosiy e'tiborni qaratish kerak. Nimagaki sotuv bo'lmasa, o'quvchilar kelmasa, естественно, akademiyani faoliyati ham to'xtab qolishi mumkin. O'shaning uchun performansga qaratganimiz boshida sal ozgina qiyin bo'ldi. Moslashish, tushib olish. Oldin shundoq lead tushardi, обработка qilishardi menejerlarimiz va sotuv bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Biz hozir tizimlashtirdik Bitrix bilan hamkorlikda va ular bizga shunaqangi bir jadval dashbordlar qilib berishdiki, bizni
har bitta sotuvchi o'zini har bitta sotuvini ko'rib turadi. Nechta lead tushdi unga, nechtasi ijobiy, nechtasi faqat sifatli-da. Asosiy e'tiborni konversiyaga qaratdik. Hozirda o'sha boshida biz sotuvimiz yaxshi bo'lyapti deb yurgan joyimizda ham 2% gina konversiya yurgan ekan. O'sha dashbordni ishlatib to'liq tizimga qo'yganimizdan keyin bizni taxminan bir 6000 tacha litimiz muzlab yotganini ko'rdik. Hozirda o'sha 6000 tani taxminan 2000 taga tushirdik. 4000 tasini da ishlab qachonlardir qiziqib qoldirganda u har bitta odam, har bittasi tushgan odam bu potensialniy klient. O'sha ustida ishladik hozir. Misol uchun o'sha 2% dan 6%, 7% gacha ko'rsatishga ko'tardik hozirda. Demak, o'sha xulosa qilsak bo'ladiki, leadlar bilan tizimli ishlanadigan bo'lsa, demak konversiyani oshirish mumkin. O'z ko'pchilik biznes egalari aytishadi-da, konversiyamiz juda ham past, ko'tara olmayapmiz, 4% dan 5% dan oshira olmayapmiz, tushib ketib qolyapti deyshadi, lekin aynan qayerda muammo borligini yoki qayerda bir inglizchada bottleneck deymiz-ku, qayerda u to'siq bo'layotganligini bilish olmaydi-da. Demak, o'sha leadlarni sifati bilan birinchi yaxshilab ishlab oladigan bo'lsa, undan keyin o'sha sotuv bo'limi ham qanaqa обработка qilyapti, leadlarni qanaqa ishlayapti, to'liq o'sha varonka bo'yicha ishlayaptimi yo'qmi degan joylargacha bir daqiq tekshiriladigan bo'lsa, bu narsani ko'tarish mumkin-da. Leadlarning sifati haqida, stabillik haqida nima deya olasiz, Azamat aka? Sifati zo'r. Bironta endi baribir bitta ikkita bo'ladi, baribir, chunki umuman sifatsiz chiqmasi yoki adashib yoki ko'p holatlarda shunaqa-ku bolalariga berib qo'yadi telefonni ko'p holatlarda o'sha holatlarda bosib olish holatlari shunaqalar ham uchrab turadi. Asosiy 80% dan yuqori, balki 90% ga yaqin leadlar hammasi sifatli. Ya'ni kimdir o'ylab ko'ryapti, kimdir qayta aloqaga chiqadi, qayta aloqaga chiqaman deganlari bor. Undan tashqari o'sha keyingi potoklarda o'qiyman deganlar bor. Bular hammasi potensialniy klient, potensialniy o'sha o'qishga kelaman degan odamlar. O'shaning uchun maksimalni hozir biz обработка qilyapmiz ularni bitta donagacha-da. Chunki sotuv bu kompaniyaning yuragida. Agar vaqtida o'sha aytganimizda o'sha dashbordlarning ichiga ham o'sha vaqtlarni qo'ydik. Hozir masalan tushgan lead, yangi tushgan lead 12, misol uchun 12-15 minutdan keyin uje unga aloqaga chiqish kerak sotuvchi. Endi to'g'ri dam olgan paytida chiqa olmasligi mumkin, lekin o'sha dam olgan joyiga ham SMS boradigan qilib sizga tez orada menejerlarimiz aloqaga chiqishadi. Bu kompaniyani har bitta qoldirgan zaявка qoldirgan odam baribir kutadi telefon qilishini. Men o'zim ham kerak bo'lsa sotuvchilarimizni o'qitmoqchi bo'lamiz bir xilda. Baribir o'shani ko'rib chiqayotganingizda zaявка qoldirganingizdan keyin o'z vaqtida chiqmadimi? Bo'ldi. Men uchun ular o'sha ruschasiga aytgan несерьезный organizatsiya deydi-yu. O'shaning uchun qancha vaqtli tushgan leadlarni tez обработка qilib, tez aloqaga chiqilsa, bu konversiyani yanada oshishiga yordam beradi. Endi Azamat aka, biz o'sha jarayon davomida o'sha bazis kurslarni nafaqat Toshkentda, balki Samarqandda va hatto Tojikistonda ham sotishga bir yordam berib kelyapmiz. Shu jarayon haqida fikringiz qanaqa? Ya'ni hozir sizlar bitta shaharda emasda, даже o'sha qo'shni davlatda ham bu kurslarni sotyapsizlar. Shu jarayon davomida bizning xizmatimizda bir qanaqa foydalari bor aka? Pravf akademiyasi Markaziy Osiyo davlatlarining ichida top 1-o'rinda turadigan akademiyalar safida turadi. Nimagaki ochganimizga 2 yil bo'lishiga qaramasdan, hozirda oyiga 60 tadan 80 tagacha bo'lgan o'quvchilarni, ya'ni mebel bo'yicha yangi konstruktor lavozimi ochilgan zavodlarda o'sha lavozimlarga tayyorlab kelyapmiz. Qisqa vaqt bo'lishiga qaramasdan hozirda 2 ta filialimiz bor. Ya'ni Samarqand shahrida va Tojikiston Respublikasida, qo'shni davlatda.
biz o'qitayotgan paytimiz shunaqa baribir har bir yil tugayotganda yil sarhisobi bo'ladi. O'sha sarhisob qilgan paytimizda Braf akademiyani o'quvchilarini taxminan 40% qo'shni davlatlarda, ya'ni Qozog'iston, Tojikiston, qanchalik yopiq bo'lishiga qaramasdan mana Turkmaniston Respublikasidan ham kelib o'qigan o'quvchilar bo'ldi. Hali ham o'qishyapti. Va asosiy o'sha qo'shni davlatlarning 30%ni Tojikiston Respublikasidan kelgan o'quvchilar tashkil qildi. Butun Markaziy Osiyo davlatlarining ichida o'zimizni filiallarimizni bosqichma-bosqich rejalashtirilgan holatda ochish rejamizda bor va hozirda birinchi bo'lib Tojikiston Respublikasida ochdik. Litlar borasiga keladigan bo'lsak, Tojikistonda litlari alohida, Samarqandga misol filial uchun litlar alohida tushadi va естественно Toshkentdagi filialimizga litlarni o'sha Jiddiy Labs komandasi alohida tushirib berishdi ham yo'lga qo'yib berishdi. Oldinlari aralash tushardi. Misol uchun tojik tilida litlarni обработка qiladigan xodimimiz bor. Qozoq tilida обработка qiladigan xodimimiz bor. Rusiy zabon keladigan o'quvchilarga litlarni обработка qiladigan har bitta sotuvchimiz bor uchun ajratilgan va hozirda biz yo'nalish qilib bo'lib qo'ydik. Ya'ni Tojikiston yo'nalishi uchun bitta sotuvchi, Rusiy zabonlar uchun bitta sotuvchi. Men har doim sotuvchilarga aytaman, sizga rus tilida murojaat qilishdimi, iloji bo'lsa Rusiy zabon sotuvchi u bilan gaplashgani ma'qul. Nimagaki har bitta gapirilayotgan gap, har bittasini og'zidan chiqayotgan sotuvchini gapi kompaniyani yuzi hisoblanadi va hozirda o'sha har bitta joylariga o'sha Jiddiy Labs komandasi bilan hamkorlikda 24 soat kerak bo'lsa, biz o'zimiz ham misol uchun kech yotadigan bo'lsak ham har doim nima taklif kelib qolsa, kerak bo'lsa 10da, 11da o'zingiz ham bezovta qilgan joylarimiz bo'ldi, kechqurunlari. Mana shunaqa qilsak nima bo'ladi degan joylarda hech qachon qarshi fikr bo'lmadi. Bo'ldi aka, bu har bittasi qilinayotgan ishlar manfaat uchun. Chunki akademiya rivojlansa, shu Jiddiy Labs komandasi bilan rivojlanadi. Boshqa kompaniya bilan rivojlanmaydi. Nimagaki siz bilan ham boshida kelishganimizda ko'p yillik hamkorlik qilish nasib qilsin deb boshlaganmiz. Avvalam nasib qilsin, ishlab kelyapmiz. Yomon emas, juda ham zo'r. Rahmat aka. Shu joyda mana fikrlaringizni bildirib kelyapsiz. Bizlarni tomosha qilayotgan biznes egalariga ham manfaatli bo'lardi. Bitta savol so'rayman. Hozir ko'pincha o'sha marketing qilinayotganda to'g'ridan-to'g'ri baribir sotuv bo'limi bilan ishlanadi. Va o'sha marketing bo'limi bilan sotuv bo'limi kollaboratsiyada ishlash juda ham muhim hisoblanadi. Hozirgi paytda ayrim biznes egalari mana shu muammo bilan misol uchun murojaat qilishadi. Ya'ni ayb kimdaligini bilolmaydi, sotuv oshmayotganligida, yo marketingda deb o'ylaydi yoki sotuv bo'limida deb o'ylaydi. Lekin biz aynan shu Jiddiy Labs agentligimizni Braf sotuv bo'limi bilan, Braf akademiya sotuv bo'limi bilan yaxshi ishlab kelyapmiz. Sizni fikrlaringiz qanaqa shu kollaboratsiyada bir-birini tushungan holatda, o'sha bir-birini to'ldirgan holatda ishlashi qanchalik muhim deb o'ylaysiz biznes uchun? Albatta ko'p holatlarda biznes egalari yoki o'sha ijrochi direktorlar deymiz. O'sha ijrochi direktorlar aybini ko'rishmaydi-da. Misol uchun men например, birinchi sizlardan tushgan taklif va o'zimni sotuvchilarimni eshitib turib, ikkalasini analiz qilgan, xulosa qilgan holda keyin qaror qabul qilishga harakat qilamiz. Chunki bir tomonlama faoliyat yurg'izish u ertaga har qanaqa arzimagan gaplar ham, arzimagan muammolar ham katta konfliktga kelib chiqadi, yuzaga kelishi mumkin va o'sha hamkorlikni to'xtab qolishiga olib keladi. O'shaning uchun biznes egalariga, misol uchun ijrochi direktorlarga maslahat berardim, har doim ikki tomonlama. Chunki erta
oddiy qilib aytganda jang ketadi-da. Hamma o'zini yo'nalishini himoya qiladi. Sotuvchi o'zini yo'nalishini himoya qiladi, marketing jamoasi o'zini yo'nalishini har aytaman o'sha har bitta lead kompaniyani puli har bitta lead uchun yerda jang ketadi. Ikki tomonlama manfaat agar yotadigan bo'lsa, bitta kompaniyani rivojlanishi uchun yerda o'sha yaxshi o'sish, yaxshi rivojlanish, yaxshi natijalarga erishish mumkin. O'sha aytganimdek, faqat bir tomonlama emas, ikki tomonlama ishlash kerak, shakllanish kerak-da. Azimat aka, fikrlaringiz uchun rahmat. Shu o'rinda hozir bitta narsani esladim. Esingizda bo'ladigan bo'lsa, taxminan 1 oy yoki 1,5 oy oldin Meta massaviy bloklasha boshladi akkauntlarni. O'sha paytda bizning ishimizga ozgina ta'sir qilib qoldi. Lekin o'sha komandamiz bilan o'sha kerak bo'lsa Metani ofitsialniy supportiga murojaat qilgan holatda bu muammoga bir yechim topishga harakat qildik. Shu jarayon haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Bloklanishga keladigan bo'lsak, Jiddiy Labs komandasini bizga tushirib bergan leadlar oqimini kattaligini hisobiga va o'sha bloklangan jarayonni qisqa vaqt ichida yechim topgani bizga unaqa sotuvimizga katta ta'sir ko'rsatgani yo'q. Ya'ni bizda yetarlicha leadlarimiz bor edi. O'sha обработка jarayonida edi ular. Sotuv to'xtab qolmadi. Ya'ni o'sha holat yuz berganda bizni haligi joyda ko'plar aytganda shokka tushib qolganimiz yo'q va bizda yetarlicha leadimiz borligi uchun demak shunaqa bo'ldimi? Demak, hozir bizda возможностьimiz bor. Ya'ni mana shu bor lead bilan shug'ullanib olishimiz kerak va ertaga yangi leadlar keladigan bo'lsa, o'sha bemalol tayyor bo'lamiz. Jangga deymiz-ku, jangga tayyor holatga kelib olamiz. Ya'ni bloklanish holati yuz bergandan keyin biz sразу o'sha Jiddiy Labs komandasiga murojaat qildik. Nimagaki umuman profilimiz yo'q. Poisk bersak ham chiqmayapti-da. Oldinlari bo'lgan bo'lsa ham qisqa muddatda parollarni o'zgartirish holatlarida yana ishga tushib ketgan. Endi bu bloklanish juda ham tez komanda bilan ishladinglar. Bunga kattakon rahmat deymiz. Men o'yladim, bo'ldi, endi ochib bo'lmasa kerak. Endi yana o'sha taxminan obunachilari ham 10 mingdan oshgan edi. O'sha vaqtlarda endi 10 mingtaga yetgan paytimiz edi va endi yana boshqatdan boshlaymizmi degan joyimizda yo'q. Jamoalarni sa'y-harakati bilan bizani blokimiz juda ham qisqa vaqt ichida ochib berishdi va faoliyatimiz hozirda davom etyapti. Rahmatli tushunsalar kattakon. Azamat aka, shu o'rinda sizga oxirgi savolni bermoqchiman. O'zingizga ma'lum, hozirgi paytda O'zbekiston bozorida, umuman Toshkent bozorini aytadigan bo'lsak ham, agentliklarning soni ko'p. Lekin nimagadirki biznes egalari aynan shu agentliklardan ko'p shikoyat qilishadi. Natija bo'lmayapti deyshadi yoki noto'g'ri agentlik bilan ishlab qo'ydik deyshadi. Shuning uchun ham bir o'zingizni xolis tavsiyangizni bersangiz, Jiddiy Labs agentligini boshqa biznes egalariga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Bu savolni bermasangiz ham o'zi oxirgi gapim shu bo'lardi. Hozirda o'ylanib yurgan kompaniyalarga tavsiyam shuki, Jiddiy Labs komandasi bilan ishlaganimizdan keyin biz baraka topishni boshladik va o'ylanayotgan yoki hozirda hali ham o'ylanib yurgan kompaniyalarga Jiddiy Labsni 100% taklif qilaman. Sizlarni nimalar yaxshi tizim bilan ishlaysizlar har doim. O'sha aytilgan syomka vaqti, o'sha aytilgan operatorlarni o'z vaqtida kelishi, даже belgilangan vaqtdan oldin kelib turib, ish joylarini tayyorlab, yigitlar baraka topsin. Keyin meni chaqirishadi. Aka, biz keldik debdi. Bo'lmasam kimdirlardir, ha yo'ldamiz deyshadi ko'pchilik, lekin operatorlarni, Jiddiy Labs komandasini ham почти Bravo Akademiyasi uyiga aylanib qoldi.
hech narsa so'rashmaydi mendan kelib, kelishadi, o'zlarining jarayonlarini tayyorlab, o'sha nima kerakli bo'ladigan bo'lsa, endi akademiyani ko'rgansiz, juda ham katta territoriyasi, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, kirib o'zlari topib, o'zlarining sharoitlarini qilib, syomkalarni qilib, qisqa vaqt ichida qilishadi. Misol uchun oldinlari syomka uchun vaqtlar ketardi, juda ham soatlar ketardi. Hozir qisqa vaqt ichida bo'ldi, oldik aka. Syomkalar o'zimizga tegishli bo'lgan syomkalarimiz oldik. Vazifani bir kun oldin rejalashtiramiz sizlar bilan. Mana shunaqa bizda misol uchun bitiruvimiz bor. Bitiruvimiz ertaga syomkasi bo'lishi kerak. Yoki force major vaziyatlar bo'lib qoladi bir xilda. Men o'zimni ham safarda bo'lib qolaman bir xilda. O'sha safardan kelishimga bitiruv to'g'ri kelib qoladi bir xilda. O'sha holatlarda ham komanda hech qachon yo'q demasdan kelib syomkalarini qilib, o'zlariga tegishli bo'lgan videolarni olib ketishdi. U tomonlar juda ham biznes egasiga yoki o'sha ijrochi direktorga juda ham qulay va kompaniya uchun ham qulay. Shu uchun hozirda o'ylanayotgan yoki bir nima jamoa bilan ishlashdi o'ylab yurgan, kutib yurgan, bilmayotgan kompaniyalarga Jiddiy Labs komandasini taklif qilamiz. Rahmat aka. Strategik qismi haqida nima deysiz? Hozir endi operatsion qismlar haqida gapirdingiz-ku. Strategik jarayonlarimiz bor. Targeting bo'ladi, SMM bo'ladi. Shunday ham qisqacha aytib keting aka. Strategiya bo'yicha, target bo'yicha biza o'sha kelishganimizdek o'sha belgilangan syomkalar jarayoni bor. Undan tashqari kelishuvga har bitta kompaniya, ikkita kompaniyada demak kelishuv qilyaptimi jamoa bilan. Bu yerda qanaqadir nechtadir syomkalar bo'ladi, jarayonlar bo'ladi. Jiddiy Labs'ni men biron marta hali content sanaganini yoki stories sanaganini yoki men oldinlari bo'lardi. Mana buncha video chiqibdi degan narsa. Hozir men o'zida qaramayman ham oshig'i bilan qilib berishyapti. Demak, u tomonlama imенно SMM bo'yicha qizlarimiz mana ishlashyapti, ularga baraka topsin. Umuman bu tomonlama muammo yo'q. O'sha belgilangan vaqtlarda men bilaman, bugun 18:00 da qanaqadir yangi post chiqadi. O'sha 18:00 da o'sha post chiqadi. Hech qanaqa kechga qolish holatlari yoki uzilish holatlari yoki chiqmay qolish holatlari yuzaga kelgani yo'q hali shu paytgacha. Va bu biznes yuritayotgan yoki mana o'zini faoliyatini yuritayotgan kompaniyalar uchun juda ham muhim va juda ham maroqli deydimi, o'z vaqtida hammasini ketishida. Targeting bo'yicha aytadigan bo'lsak, targetingda men o'sha qizimizni ham aytishimiz mumkin. Nomer 1 desak ham bo'ladi u qizni. O'sha yoqayotgan qizni baraka topsin. Umuman, misol uchun boshida aytganimdek, bitta ikkita bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Har joyda bo'ladi unaqa narsa. Lekin o'shanisiga baribir ko'nib faoliyat yuritamiz. Negaki har bitta tushayotgan liti, tushirib berayotgan liti sifatli va u bu oyda o'qimagan taqdirda ham keyingi oyda o'qiydi. Обязательно o'qiydi va o'qimayman, qiziqmadim yoki qiziq emas menga degan litlar bo'lmadi hali shunaqasi va sotuvchilarga ham bu ancha qulay va maroqli va ikkita tomonlama diskussiyani ketishiga juda ham yaxshi zamin yaratib beradi. Shu uchun targeting xizmatlarini ham, o'sha performance yo'nalishinglarni ham, SMM yo'nalishlarini ham misol uchun 10 ballda baholaydigan bo'lsak, 10 da 10 ball bergan bo'lardim va baraka topinglar, faoliyatingizga, hamkorligimizga ko'z tegmasin. Ishingizga omad. Hech qachon harakatda to'xtab qolmanglar. Men o'zimiz ham doim har xil vaziyatlar bo'ladi.
sotuvchilardan ko'pincha bo'ladi. Qayerdadir o'qish ochilibdi, qayerlardadir yangi o'qitishyapti ekan. Men har doim aytaman, ularni karvon ko'p rizqi bo'lak. Shu savol bermoqchi edim o'zi sizga. Karvon ko'p rizqi bo'lak, lekin biza harakatda to'xtamaymiz hech qachon. Ahamiyat bermang deb aytaman. Bu sizni yo'nalishingiz bor. Sizni B tochkangiz bor. Biz A tochkadan davno harakatda karvonimiz olg'a ildamlab ketyapti. Bizni o'sha hech narsaga qaramasdan olg'a qadam bosib ketishimiz ham o'sha bizani hozirgi kunda Markaziy Osiyoda nomer 1 bo'lishimizga ham birinchi raqamli mebelchilar yo'nalishi bo'yicha akademiya bo'lishimizga ham katta yordam beradi shu narsa. Azimat aka, mana shu joyda o'zingiz mavzuni ochib qoldingiz. Savolni beraman sizga. Yaqinda aloqaga chiqdingiz-ku. Konkurentlar chiqishni boshlayapti, narxi 3 barobar arzon qo'yibdi. Lekin bizani bulardan juda katta farqimiz bor dedingiz-ku. Hozir imkoniyat bor deb aytib keting aka. Bizani ulardan farqimiz nima? Tajribamiz, qilib berayotgan sharoitlarimiz yoki bizani bitiruvchilarimiz, umuman keyslarimiz haqida aytadigan bo'lsak, o'sha ko'rsatayotganlar ham foydali bo'lardi. Endi Nuradil, bilasizmi, bizda hozirda aytganimdek oyiga 60 tadan 80 tagacha odam o'qitamiz dedik. Bu juda ham katta ko'rsatkichda. Bizda misol uchun bu yo'nalishda rus tilida aytganda узко специализированный mutaxassislik deydi-yu. Bu qisqada. Misol uchun bu maishiy texnika sotish yo'nalishi emasda, bu butun misol uchun respublika foydalanadigan yo'nalish emasda. Misol uchun, например, telefon yo'nalishini oladigan bo'lsak, butun misol uchun odamzod foydalanadi undan. Bizaniki узко специализированный bo'lgani uchun sanoqli odamlar bu faoliyatni yurg'izadi va shuncha sanoqli bo'lishiga qaramasdan katta masshtabda o'qitishda ham o'zi bo'lmaydi va o'qituvchilarimiz malakasi deb o'ylayman. Birinchi o'rinda biz ham o'qituvchilarni olishdan oldin tender qilamiz. O'qituvchilarimiz o'zi o'qituvchilarni tanlashadi. Ya'ni men o'zim ijrochi direktor bo'lsam ham, lekin o'qituvchilar imtihon qilishadi. Biza o'zimizni o'sha tematikamiz bor, o'qitish texnika metodikamiz bor. O'zbekistonda 3 ta eng yirik metodolog bor deb hisoblaydigan bo'lsak, o'sha 3 tadan bittasi o'sha metodologiyamizni обработка qilib berganlar. O'sha bo'yicha o'qitamiz biz. Bizda metodologiya bor, sifatli ta'lim tizimi va o'qituvchilarning ko'p yillik malakasi, ham soha bo'yicha tajribani, ham soha bo'yicha o'sha tajribasi bor. Har bitta o'qituvchilar u zavodda oddiy operatorlikdan ko'tarilib chiqqan, yillar davomida shu mebel sohasida faoliyat yurg'izgan va zavodlarni tizimlashtirib yurgan yigitlar. Va bizda asosiy yana yutuqlarimizdan biri, bizda o'quvchilarimizni почти 30% dan ko'pi sarafanli marketing orqali keladi. Ya'ni tavsiyalar orqali-da. Bizda ta'sischimiz gapi bor. Mijoz roziligi foydadan ustun, ya'ni puldan ustun. Biz hali shu faoliyatimizda bo'lmadiki, bironta odamni o'rganmay chiqib ketgan. Kerak bo'lsa 2 oylab, kerak bo'lsa 3 oy o'qitishimizga ham to'g'ri keldi bir yigitlarimizni kelishdi. Natija uchun. Har bitta kelayotgan o'quvchini kompyuter savodxonligi va mebeldan savodxonligini tekshirib turib olamiz o'qishga. Nimagaki, ular bizni ertaga akademiyani yuzi, akademiyani kelgusidagi prioritetini belgilab beradigan bu ham bitta faktorlardan birida.
agar shu yo'nalishlarimizni to'g'ri olib borishimizni natijasida hozirda o'sha aytilgan marralarimizga erishib boryapmiz. Endi boyagi aytganingiz bo'yicha doim aytaman, ko'cha tilida aytganimizda karvon ko'p rizqi bo'lak va masalan olmani ham olishingiz mumkin ulg'urchi bozordan, olmani olishingiz mumkin korzinkadan. Va ikkalasi ikki xil sifat. Endi uni olish sotib oluvchini o'zini xohishiga qarab ko'p holatlarda yuz beradi. Arzoniga uchish holatlari. Bizni narximiz balandmi? Narximiz baland. O'sha ilmga yarasha narx qo'yilgan. O'sha narxga yarasha ilm beramizda. Ko'p holatlarda o'sha o'qib ketgan yigitlar qatladadir o'qib kelib turib yana qaytadan bizda o'qib ketgan holatlari yuz beradi. U paytda men haligi vaqt ketgan kimdirni umidi deya o'shanisiga ozgina o'nak qilaman. Ko'nglim g'ijil bo'ladi. Yo'da ham vaqt ketdi, puli ketdi, yana kelib turib yana boshqatdan kelib o'qishadi-da. O'shanga men aytib qolardimki, yaxshi jamoa, yaxshi har doim o'z e'tiborimiz, kompaniyamizni ham shiori har doim sifat foydadan ustun, ya'ni hech qachon biz pul uchun yoki daromad uchun o'qitmaymiz. Ya'ni o'sha yurtboshimizning ham gaplari bor. Har bitta soha rivojlanishi kerak. O'zbekistonda mebel sohasini birinchi maqsadimiz o'zi O'zbekistonning mebel sohasini rivojlantirish. Shu bilan birgalikda faoliyat yuritib boryapmiz va o'ylaymanki yaxshi natijalarga erishib kelamiz. Rahmat Azamat aka. Sog' bo'ling. Fikrlaringiz uchun, suhbat uchun. Xudo xolasa Jiddiy Labs bilan o'sha Prof akademiyasini hamkorligi ham uzoq muddat davom etadi deb umid qilamiz. Sizlar uchun chiroyli natijalar qilib bersak, biz xursand bo'lamiz. Siz aytgan o'sha maqsadlarga o'zimizni vatanimizda, yurtimizda aynan mana shu soha bo'yicha bir rivojlanishga hissa qo'shsak, kichkina bo'lsa ham xursand bo'lamiz. Aka, kelganingizga rahmat. Salomat bo'ling. Hamkorligimiz abadiy bo'lsin.